Men Toshkent shahrida yashayman. Gepatit bilan kasallanganman. 11-yildan beri, 17-yildan beri Malikubayevnada ambulator davolanardim. Bu gal mana betda ochishganini eshitib, shu yerga kelib, endi yotib davolamoqman. Payshanba kuni kelgandim. 11-dekabrda bugun 4-kuni. Yaxshi hammasi, Xudoga shukr. Kelganimda ancha yaxshiman. Malikubayevna baraka topsin, hamma doktorlar bir-biridan yaxshi, muomalalari, qilayotgan muolajalari hammasi yaxshi. Ertalab Malikubayevni obxod qilib ketadilar. Pastdan ketlaridan Malikubayevna kiradilar. Kechki payt dejurniy doktorlar yana 2 marta xabar olishadi. Hamshiralar ham hammasi tomirlarimizni bittada topishadi. Yaxshi, qiynamasdan hamma muolajalarimizni vaqti-vaqtida qarab qilib qo'yishyapti. Baraka topsin. Ovqatlari ham juda yaxshi. Hamma hamshiralardan ham, farroshlardan ham Alloh rozi bo'lsin, qilishgan mehnatlarini rohatini ko'rishsin. Hammaga shu kasalxonaga kelib, shunaqa kasallarni qayerga borishni bilmay yurib, qayerda davolanishni bilmay yurganlarga tavsiyam shu yerga kelib, shu doktorlarimizdan muolaja olishsa, kam bo'lishmaydi. Alloh hammamizga shifo bersin. Hammalikdan minnatdorman.